Assalomu alaykum. Rossiyada patent olish uchun rus tili imtihonidagi savollar yangilandi. Shu vaqtgacha 11 ta variant bor edi. May oyidan boshlab yana 5 ta variant qo'shildi. Bugungi video darsligimizda ushbu variantlardan bitta variantini savollarni o'rganib chiqamiz va ushbu savollarga to'liq javob berishni bilib olamiz. Bu yangilikni ko'pchilik eshitmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu video darslik bilan Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan va Rossiyadagi patent imtihoniga tayyorlanmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bilan albatta bo'lishing. Siz bizni qaysi shahardan kuzatyapsiz? Albatta, izohlarga yozib qoldiring. Variant 12. 12 variant. Yangi variant. Birinchi savoli audirovaniyadan, ya'ni bizga audio qo'yib beriladi. Аудиомыз quyidagi gap. Таня, мы с сестрой хотим поехать отдыхать в сентябре на Камчатку. Хочешь с нами? К сожалению, в это время у меня много работы. Tanya, biz opam bilan sentyabrda Kamchatkaga dam olgani bormoqchimiz. Biz bilan borasanmi? Afsuski bu paytda mening ishim ko'p. Endi savol. Вы слышите разговор, siz kimlarni suhbatini tinglayapsiz? Друзей, o'rtoqlarni, незнакомых людей, но tanish insonlarni, родственников, qarindoshlarni. To'g'ri javob друзей. Birinchi javobni belgilaymiz. Ushbu audio bo'yicha ikkinchi savol. Девушки хотят поехать на Камчатку. Qizlar Kamchatkaga yilning qaysi faslida bormoqchi degan savol berilyapti. Весной bahorda, yozda, kuzda. Agar biz audioni yaxshi tinglagan bo'lsak, в сентябре degan gap bor edi. Bu yerda diqqatimizni jamlashimiz muhim. Shuning uchun sentyabr oyi bu kuz fasli bo'lganligi uchun biz осенью javobini belgilaymiz. Shu bilan birinchi audio savolga javob bergan bo'lamiz. Audio savolning ostida ikkita savol bor. Agar biz bittasiga to'g'ri javob berib, ikkinchisiga noto'g'ri javob bersak, savolimiz to'g'ri javob berilgan hisoblanmaydi. Shuning uchun ikkita savolga ham to'g'ri javob berishimiz muhim. Agar siz patent imtihoniga yaqin kunlarda bormoqchi bo'lsangiz, albatta ushbu patent imtihon javoblari qo'llanmamni xarid qiling. Bu qo'llanmada barcha 2026-yilda yangilangan 16 ta variant, ya'ni 352 ta savol ruscha, o'zbekcha qilib javoblari bilan berilgan. Bu qo'llanmani qo'lga kiritsangiz, siz o'zingiz mustaqil, hech kimni yordamisiz imtihonga tayyorlanishingiz mumkin. Qo'llanmani qo'lga kiritgach, birinchi sahifasini ochasiz, QR kodni skaner qilib, ushbu savollarni qayta ishlasa bo'ladigan yopiq kanalga ham bepul qo'shilasiz. Qo'llanmani O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum marketdan patent imtihon javoblari deb qidiring. Rossiyada bo'lsangiz, ushbu raqamga Telegram, WhatsApp yoki Maxdan patent imtihon javoblari deb yozing. Biz sizga qo'llanmani pochta orqali yetkazib beramiz. Ikkinchi audio savolimiz. Audio qo'yib beriladi. Внимание! На поезд до станции Театральная посадки нет. Отойдите от края платформы. Diqqat! Teatralnaya bekatigacha poyezdga chiqish mumkin emas. Platforma chetidan uzoqlashing. Endi savol. Объявление можно услышать. Bunday e'lonni qayerda eshitsak bo'ladi? Endi poyezd so'zini eshitganimizdan so'ng biz to'g'ri javob berishimiz shart. В торговом центре, savdo markazida, в автобусе, avtobusda, в metro, metroda. To'g'ri javob в metro. Metro va vokzallarda poyezdlar yuradi. Ushbu audio bo'yicha navbatdagi savol. Поезд не едет до станции.
Poyezd qaysi bekatgacha bormaydi? Teatralnaya bekatigacha, Tulskaya bekatigacha, Turgenevskaya bekatigacha. To'g'ri javob teatralnaya. Eslab yodlab olamiz. Chunki gapimizda mana teatralnaya посадки нет deyapti. Shuning bilan audiodagi ikkita savol ostidagi ikkitadan 4 ta savolga to'g'ri javob berib, audio bo'limidan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lamiz. Ikkinchisi чтение bo'limi, o'qish. Bu yerda biz o'zimiz o'qib, e'lonni tushunib, to'g'ri javobni belgilashimiz kerak. Чтениеdan birinchi savol. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qib chiqib, to'g'ri javobni tanlang. E'lonimiz esa quyidagicha. Акция. При покупке чашки кофе вторая в подарок. Aksiya. Bir chashka qahva sotib olganda, ikkinchisi sovg'a. Savol. Bunday e'lonni qayerda o'qish mumkin? На почте, в кафе, в metro. To'g'ri javob nima deb o'ylaysiz? To'g'ri javob v kafe. V kafe javobini belgilaymiz va чтениyaning birinchi savoliga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. V kafe. Ikkinchi savol. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qib chiqib, to'g'ri javobni belgilang. Меня зовут Ясмина, мне 45 лет. Каждый день я работаю по 8 часов на кухне, потому что я повар. По выходным я не люблю готовить. Я хожу гулять с моими детьми и мужем. Mening ismim Yasmina. Meni yoshim 45 ta. Har kun men 8 soat oshxonada ishlayman, chunki men oshpazman. Dam olish kunlari ovqat pishirishni yoqtirmayman. Bolalarim va turmush o'rtog'im bilan sayr qilgani chiqaman. Endi savol. Yasmina работает. Yasmina qayerda ishlaydi? U oshpaz bo'lsa. В кафе, kafeda, на почте, в парикмахерской. Верный ответ в кафе. Kafeda ishlaydi. Shuning bilan чтение bo'limidagi ikkitagina savolga to'g'ri javob berdik. Endi pismo, yozuv bo'limi. Yozuv bo'limida bor yo'g'i bir dona savol bor. To'g'ri javob berishimiz juda muhim. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib chiqib, tushirib qoldirilgan so'zni yozing, kiriting. Matnimiz esa quyidagicha. Fozil Tolipov приехал в Россию из Таджикистана. Ему 40 лет. Fozil Tolipov Rossiyaga Tojikistondan yetib keldi. Uning yoshi 40 ta. Endi vazifa. Впишите нужное слово в анкету. Anketaga kerakli so'zni kiriting. Anketa. Как вас зовут? Меня зовут Fozil. Bu yerda hech narsa yozmaymiz. Из какой страны вы приехали? Я приехал из Таджикистана. Bu yerga ham hech nima yozmaymiz. Сколько вам лет? Yoshingiz nechida? Мне, mening yoshim 40 da. Mana bu yerga 40 so'zini yozamiz. 40 so'zini kichkina harf bilan xato qilmasdan 40 deb yozib qo'yamiz va pismo yozuv bo'limiga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Leksika va grammatika bo'limi. Bu bo'limda bor yo'g'i 4 dona savol bor. В библиотеке можно взять любые книги. Kutubxonada istalgan kitobingizni nuqta olsa bo'ladi. Birinchisi, bepul olsa bo'ladi, to'g'ri olsa bo'ladi, sekin olsa bo'ladi.
ma'nosi jihatdan qaysi so'z to'g'ri? Ma'nosi jihatdan в библиотеке можно взять бесплатно любые kniги. Kutubxonadan bepul istalgan kitobni olish mumkin. Ikkinchi savol. Ваше положение, sizning oilaviy ahvolingiz. Положение so'zi sredniy rod bo'lganligi uchun biz sredniy rodga tegishli bo'lgan so'zni tanlashimiz kerak. Bu yerda 3 ta so'zning ham tarjimasi oilaviy, ammo birinchi so'z женский roddagi so'zga nisbatan, oxirgi so'z мужской roddagi so'zga nisbatan bizga mana bunisi to'g'ri keladi. Ваше семейное положение, sizning oilaviy ahvolingiz. Третий вопрос. Ира есть братья? Ира, sening aka-ukalaring bormi? Твои, sening, ты, sen, у тебя, senda. Ира, у тебя есть братья? У тебя, mana shu yerga u тебя kichkina harf bilan yozib qo'yamiz xato qilmasdan. Oxirgi savolimiz bu bo'limdan. Они говорят по-русски, живут в России. Ular ruscha gapiradi. Rossiyada yashaydi. Чтобы, uchun, потому что, chunki, который, gan qo'shimchasi. To'g'ri javob потому что. Они говорят по-русски, потому что живут в России. Следующий отдел – это история России. Россия тарixi bo'limi. 12 июня в России отмечают. 12 iyunda Rossiyada qaysi bayramni nishonlaydilar? To'g'ri javob День России. Rossiya kuni bayramini. Eslab qolamiz. 12 iyunda Rossiya kuni. День России. 13 вопрос. В России находится город. Rossiyada ushbu 3 ta shahardan qaysi biri joylashgan? Sevastopol javobini belgilaymiz. 14-savol. 22 июня 1941 года на СССР напали войска. 41 yil 22 iyunda SSRga qaysi davlatning qo'shinlari hujum qildi? Germaniya javobini belgilaymiz. 15 вопрос. Освобождение Москвы от польско-литовских войск в период смуты относится к smuta davrida Moskvaning polyak qo'shinlaridan ozod qilinishi qaysi yilga to'g'ri keladi? Va biz 1612 yilni belgilaymiz. Eslab qolamiz bularni. 16-savol. Укажите герб Российской Federaции. Rossiya Federatsiyasining gerbini ko'rsating. Mana bu qizil ikki tomonga qaragan burgut. Bu holatda ikkinchi javob bo'ladi. Ushbu savol deyarli barcha variantlarda bor, shuning uchun eslab qolamiz. Qarama-qarshi tomonlarga qarab turgan ikkita burgut. Shuning bilan 12-variantni Rossiya tarixi bo'limini o'z nihoyasiga yetkazdik. Основы законодательства Российской Federaции. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari bo'limi. Birinchi savol. Иностранный гражданин, законно находящийся на территории Российской Federaции, имеет право. Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy ravishda bo'lgan chet el fuqarosi quyidagi huquqga ega. Qanday huquqga ega? Yashash joyini tanlash huquqiga ega. Выбирать место пребывания. Eslab qolamiz. Выбирать место пребывания. 18 вопрос. Работающий иностранный гражданин в Российской Federaции обязан. Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan chet el fuqarosi bajarishi shart. Nimani bajarishi shart?
платить законно установленные налоги и сборы. Qonuniy belgilangan soliq va yig'imlarni to'lashga majbur. 19 вопрос. В комплект документов для оформления патента иностранному гражданину в России не входит. Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosiga patent rasmiylashtirish hujjatlari to'plamiga kirmaydi. Qaysi hujjat kirmaydi? Свидетельство о рождении детей. Bolalar tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi kirmaydi. Eslab yodlab qolamiz. 20 вопрос. Основания для постановки на миграционный учет. Migratsiya hisobiga qo'yish asosi. Факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию. Chet el fuqarosining Rossiya Federatsiyasiga kirish fakti. Понятно, да? Mana shu javob. Вопрос 21. К наказаниям за нарушение правил миграционного учета относят migratsiya hisobi qoidalarini buzganligi uchun jazolar qatoriga kiradi. Qanday jazo? Административное выдворение за пределы Российской Federatsiya. Rossiya Federatsiyasi hududidan ma'muriy chiqarib yuborish kirar ekan. 12 variantning oxirgi savoli. Иностранный гражданин не исполнил обязанности по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации. Такое нарушение влечет наложение дисциплинарного взыскания. Верно ли это утверждение? Chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasida yashab turganligini tasdiqlash bo'yicha xabar berish majburiyatini bajarmagan. Tak, bu narsa intizomiy jazo tayinlashga olib keladi. Bu tasdiq to'g'rimi? To'g'ri va noto'g'ri javoblari berilgan. Biz neverno javobini belgilaymiz. Noto'g'ri. Shuning bilan 12 variantni barcha yangilangan 22 ta savolni o'rganib chiqdik va savollarga javob berishni bilib oldik. Video darslik foydali bo'lgan bo'lsa, albatta meni mehnatimni like tugmasi bilan baholang. Sizlar bilan ustoz Aziza Azamatova bo'ldi. Keyingi video darslikda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.